2014-yil ish boshlaganmiz. Unda o'zimiz 2 kishi ishlardik. Unday ko'pchilik ishlamas edik, 2 kishi ishlardik. Bir kunda ko'rsa bitta fura ko'rardik. Uncha sharoit yo'q edi. Arendaga ishlardik. Ishlaganda ham shu kecha kunduz to'xtamay ishlardik. Topganimiz soliqqa ketardi. U ko'p rasxodlar ko'p edi. Unchalik sharoit yo'q edi. Yildan beri prezidentimiz sharofati bilan shuncha joylar berildi. Oldin 20 soat 30 soat ishlardik. Hozir 70 soat 2 barobar katta joyda ishlayapmiz. Sharoitlar yaxshi, zo'r. Mana bemalol hamma yoqda qilib olganmiz. Hozir bir soliqdan kelsa ham, qaytdan kelsa ham o'qmaymiz. Oldin bitta ko'rsa, hozir kunda 20 ta 30 ta ko'ramiz. Oldin 2 kishi ishlayotganmiz, hozir kunda 20 ta, 25 ta, 30 tagacha ishlayapmiz bolalar. Shogird bolalar bilan bo'lganda 30 tagacha ishlayapmiz. O'zbekiston bo'ylab keladi. Ohangarondan, Angrendan ko'p, qo'shni davlatlardan ham o'tadi. Qirg'izistondan, Qozog'dan, Tojikdan o'tadi ko'p. Ulardan ham ko'p o'tib remont qildirishadi. Sharoitlar shopirlarga hamma sharoitlar qilingan, kelib salqin joylarda, muzlagan zarinxonalarda dam oladi o'zi. dan ish o'rnim bor hozir kunda. 15 ta ish. Endi maktab bolalari bor. Hozirgi ta'tilda kelishlayotgan maktab bolalari bor. Ulardan tashqari 15 ta ishchi o'rnim bor. Keyin dual ta'lim deydi, kollejlarda shuda o'qiyotgan bolalar ham bor, 2-3 ta shunaqa bolalar ham bor. Hozir bilan ular o'rganyapti. Endi 1 yil yo 2 yilda bir o'rganishib, o'zlari usta bo'lgandan keyin oyiga 10-15 milliondan o'zlari chet elga ishlagan chiqmasdan shu O'zbekiston ichida ishlab ham shu pulni topsa bo'ladi. Xudo xolisa, qo'lidan yaxshi hunar kelsa, ishni davom ettirsa, o'zi bemalol ishlab oilasini boqadi. Toshloq tumanida shu bizga o'xshagan servislardan 10 ta 12 tadan ortiq ish faoliyati yuritadi. Kunda bir 10 tadan ko'rganda ham 10 tasi 100 tadan ortiq mashinaga texnik xizmat ko'rsatishadi. O'zbekiston bo'ylab keladi mashinalar shu Toshloqqa. Ish sifati yaxshiligi uchun, ishi tez bitganligi sababli shu O'zbekiston bo'ylab keladi. Bor Toshkentda ham, boshqa viloyatlarda, boshqa shaharlarda ham bor, lekin ish sifati bunchalik emas, bunchalik garantiya ko'rsatma yaxshi bo'lmaganligi uchun ko'p chetga kelib Toshloqqa kelib ko'rsatishadi. Bitta biz emas, bizda nimalar servislar ko'p. 10 dan ortiq servis bor. Prezidentimiz sharofati bilan shuncha sharoitlar qilingan, bemalol hech kimdan qochib, bekinib ishlash yo'q. Mana hamma yo'q sharoit shunchalik, bundan ortiq bo'lmaydi endi sharoit. 1 yil deganda shartga ko'chib chiqib, ish boshladi ishlatdi. Bundaqangi sharoit hamma yo'q joyida. Hech qaysi davlatda yo'q bo'lsa kerak, boshqa davlatlarda bilmadim men. O'zbekistonda xudoga shu yaxshi shu. Prezidentimiz sharoit bilan shunchalik sharoit qildi, rahmat, minnalar rahmat. Shunchalik sharoit qilib berganligi uchun.